Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari, sizlar bilan yana men, Doktor Umarov. Hozirgi sizlar bilan gaplashadigan gapimiz qanday? Ko'pchilik o'sha kommentariyalarda so'rashyaptiki, sizlar qanday qilib nimaga allergiyasini borligini aniqlasak bo'ladi, qanday bilsak bo'ladi yoki sizlarda shu narsa aniqlanadimi, nimaga allergiyasi borligini topib berasizmi? Shunaqa savollar ko'pda. Shu savolga meni o'zimni shaxsan o'zimni mana fikrim bor, o'zim aytaman. Bu yerda hech kimni yomonlash, hech kimni anaqa qilish niyatim yo'q. Unaqa niyatdan uzoqman. Shaxsan o'zimni fikrimni bildiraman. Mana qarang, o'sha test bilakni shunday bilak qismiga test qo'yiladi. Ya'ni har xil nimalarga test qo'yiladi. Shu bilan nimani qaysidir nimaga mahsulotga yoki qaysidir moddaga sezuvchanligini aniqlash uchun ishlab chiqarilgan test bu. O'shanaqa test bo'ladi. Ya'ni shu orqali aniqlanadi o'zi aslida. Buni любой allergolog nimasiga borsangiz aniqlab berishadi yoki shu частный laboratoriyalar, xususiy laboratoriyalarda hozir buning to'g'risida testlarni aniqlaydigan testlar juda ham ko'p. Lekin meni kuzatishlarim natijasida bitta narsani aytaman. Shunday kelyapti, bemor bitta hovlida yashayapti, lekin bitta uyga kirsa unda allergiya yo'q, ikkinchi uyga kirsa allergiya beryapti. Qarang, bu uy bilan bu uyni bitta hovlida turib allergiyani farq qilyapti. Allergen degani, ya'ni o'sha allergiyani qo'zg'atadigan narsalarda mahsulotmi, yeydiganmi, havodami, nima farqi bor? Shuni bitta hovlida turib farqi bo'lyapti. Yana shunday bemor keldiki, bitta regionda yashayapti, bitta mahalladan ikkinchi mahallaga turmushga chiqyapti. Turmushga chiqqan joyda shunaqa etajli uyda yasharkan, uyda yo'q allergiya, hech qanaqa bezovta qilmaydi, ota uyiga kelsa nafas qisyapti. Ko'ring, bitta regionda turibdi. Allergen boshqa. Ya'ni bitta joyda bor, qo'zg'ayapti, ikkinchi joyda yo'q qo'zg'ayapti. Endi yaxshilab o'ylab ko'ring, yaxshilab fikrlab ko'ring. O'sha testni aniqlaydigan, ya'ni test berilgan o'sha test qaysi davlatda ishlab chiqarilgan? Rossiyadami, Yevropadami, Hindistondami, Xitoydami? Biz bilmaymiz uni. Allergen o'sha yerda allergeniga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha regionda allergeniga ishlab chiqarilgan o'sha joyga bizda allergenga to'g'ri kelmaydi u. Agar sizni uyingizda yashab turgan joyingizda qayerda sizga allergiya qo'zg'ayotgan bo'lsa, o'sha joyda test tayyorlab turib o'shanda aniqlanadigan bo'lsa, boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, uy changiga chiqyapti. U o'sha regionda uy changi. Sizni uyingiz changiga to'g'ri kelmaydi u. Endi nima uchun biz uy changi masalasida qo'yishimiz kerak bu narsani? Mana shu fikrni o'zingiz yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, uni qanday qilib to'g'ri yo noto'g'riligini biz o'zimiz bilib olamiz. Juda ko'p testlarni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, bunday aniqlangan joylarda bizning regionda yo'q bo'lgan allergenlar qo'yilgan u yerga. Men uni antireklama qilmoqchi emasman. Unga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Xohlagan joyingizda borib aniqlatishingiz mumkin. Menga unga hech qanaqa nimasi yo'q, lekin o'zimning shaxsiy fikrimni aytyapman. Bunga kelib buni to'g'ri yo noto'g'riligini ham aytmoqchi emasman. Endi qanday fikrlaysiz o'zingiz bilasiz. Lekin bizning uslubda hech qanday test yo'q. Nimaga allergiyasi borligini aniqlashning keragi yo'q. Biz oldingi videolarda allergiya qayerdan paydo bo'ladi degan videolar berganmiz, shunaqa chizib turib. Ko'ring o'shani. Undan keyin o'sha ko'pchilik endi davosini aytib qo'yavering deb ko'pchilik gapiryapti-da, shuning uchun men bu gapni hozir ochiqlashtirmoqchiman. Ozgina bir gaplarda orasida aytaman. O'sha Doktor Umarov kanali, YouTube'dagi Doktor Umarov kanalimizning ichida o'sha muammolar berilgan, qayerdan paydo bo'lishi. Har bittasini alohidadan video qilib berilgan. Masalan, havo orqali tushayotganda nima qilish kerak? Tushayotgan nimani
allergen miqdorini tanaga tushishni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Yoki teri orqali tusha turgan allergenni miqdorini tanaga tushishini kamaytirish uchun nima qilish kerak? Ruhiyatga tegishli bo'lgan tanamizda hosil bo'ladigan allergenni yo'qotish uchun nima qilish kerak? Bularni hammasini video qilib berganmiz. To'lkaki odam faqat shu bersa-yu, nimadir ma'lumotni o'sha ma'lumotga asoslanib shu bitta dorini topsa-yu, o'sha dorini ichib yursa yoki nimaga allergiyasi borligini bilsa-yu, undan qochib ketsa. Hech qachon uy changiga bo'ladigan bo'lsa, masalan, qayerga qochib qutulasiz? Vakuumga kirib ketish kerak uning uchun. Umuman havosiz joyga kirib ketish kerak. Yo'q. Endi allergiyani yana bir ta'rifini aytaman. Allergiya deb sensibilizatsiyaga uchragan organizmda, ya'ni sensor so'zidan olinyapti, sezuvchan bo'lgan organizmni tashqi muhitdan shu tanaga, sezuvchan tanaga tushayotgan begona moddalarni fanda allergenlar deyiladi. Allergenlarga nisbatan shu tananing javob reaksiyasi. Endi sezuvchanligi oshib ketgan organizmda deyilyapti. Demak, sezuvchanlikni pasaytirish kerak. Masalan, kalsiy xlor fanda shunday qo'llaniladi. Kalsiy xlor, kalsiy glyukonat bu preparatlar sezuvchanlikni pasaytiradi. Gormonlar sezuvchanlikni pasaytiradi, lekin vaqtinchalik. Eng avvalo tushishni kamaytirish kerak. Ya'ni tanaga allergenni tushishni kamaytirish kerak. Shunda tana tozalanadi. Bular to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Mana endi bizni davolash uslubimizda aynan hech qanday allergenni aniqlash keragi yo'qligi isbotlanib bo'lgan. Juda ham ko'p bemorlar. Hattoki mana bitta bemor keldi Andijondan, terida tarvoq bilan toshigan bemor. O'sha bemorda revmatizmga ham davolanayotgan ekan. Bizga kelib mendan so'rayapti, hozir bitsilin olayotgandim, nima qilay deb. To'xtating bitsilini dedim. To'xtating dedim. Ular dugonasi bilan birga davolanishayotgan ekan. Endi oradan 1 oy o'tgandan keyin qayta ko'ruvga o'sha revmatizm bo'yicha tekshiruvdan o'tkani borish kerak ekan. Qarang, borishyapti dugonasi bilan birga revmatizm bilan ko'rish tekshiruvga. Meni davolali bitsilinni to'xtatib qo'ygan bemorimda revmatizmda analizlari normada chiqyapti. Dugonasinikida umuman o'zgarishsiz. Ko'ryapsizmi? Tana tozalangandan keyin hattoki immunitet ko'tarilib, revmatizm ham barham topyapti. Biz uni masalan qanday allergiyaga qanday bog'liqlik tomonini hali o'ylayapmiz, fikrlayapmiz. Lekin bog'liqlik tomoni bor ekan, juda ham ko'p bunaqa bemorlarda kuzatyapmiz buni. Hattoki shu surunkali deb revmatizmda ham davosi yo'q. Asoratlari juda ham ko'p. Yurakka, buyrakka asoratlarni juda ko'p beradi. Ayniqsa yurak klapanlari o'tirib xullas katta asoratlar bo'ladi. Sizlarga aytmoqchi bo'layotganim, hozirga demoqchi bo'layotganim, o'ylanib o'tirmang. O'ligi nimaga allergiyam bor ekan deb uni qidirmang. Foydasi yo'q. Qidirganingiz bilan qochib keta olmaysiz, undan cheklanib qola olmaysiz, chunki bu tabiat, bor narsa, yashayapsiz. Undan ko'ra keling, mukammal kompleks davoni oling, hammasiga sizga tushuntirib beramiz. Nima uchun biz ochiq aytmayapmiz, shu doskada chizib ko'rsatyapmiz. Bu ham sizga ko'pincha tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Kelgan bemorlarga biz mana kelgan bemorlarni o'zi aytishadiki, agar nima qilsangiz, biz qog'ozda yozib, chizib, o'tda sizga ko'rsatib, tushuntirib, anglatib qo'yamiz. O'shandagina tushunib yetasiz. Ungacha yo'q. Qiyin masala bu. O'shaning uchun e'tiborlaring uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.